Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi ishlayapsanlar? Ha, rahmat. Somsa bormi? Bor. Qanaqasidan? Yo'q, bilmayman qanaqasidan. Bir dona bera olasan, men toshmaydi kardiologiyada yotuvdim-da, o'sha bu bo'ldi. qora ochib ketdi. Bo'ldi, Iloji bo'lsa, hozir. qiymaganrog'ini. Yo'q, eng yaxshisi, to'g'ri. Oting nima san? Jahongir. Jahongirlar zo'r bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Jahongir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchmisan? Yaxshi. Kecha somsani yedim, zo'r ekan. Yoqdimi? Men mamta endi travmatologiyada yotibman-da, yengi toshmaydi. Shunga hali somsadan kecha yedim. Yoqdi. Ha, o'shanda bo'lsa agar iloji bo'lsa, yo'masa kerak emas. Ikkita qilib beraver. Mayli. Kompotlaring turibdi-yu hali deydi. O'sha mashinga solib bera olasanmi? Ozgina to'ldirib. Keyin buni yeb bo'lib olib ketaman. Xo'p, olib ketaman. Jahongir deydi. Jahongir. Jahongirlar zo'r odam-da o'zi. Sog' bo'lgan, xo'p. Kimi? Jahongir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Kompot to'ldirib qo'ydim, kecha qolib ketib qoldi. Baraka top, baraka qo'yibdi. Shundoq kelganim yo'q, shundoq kelganim yo'q. Bo'ldi. Ikkita somsa. Yo'q, ikkita emas. Uchtami? Sal ko'proq. Men bitta Toshmayda reanimatsiyada yotgandim, reanimatsiyada tushunasan. Shunga 5 ta. Hay, yo'q. Pastga ish yo'q. Kompotni o'sha aytganimda-ya, o'zi ani 10 litrlik baklashgan bor edi xonada, olsam bo'lar ekan kompotga. Bo'ldi, ja to'ldirma. 30 ta ketadi o'zi. Mana, aytmoqchi, reanimatsiyada yotganmisiz? Bitta nima qilyapsiz? Men reanimatsiyada kasal bo'lib yotganim yo'q, travmatologiyada, u nevropat. Men xohlagan xonamda yotaman, men elektrikman, svetlarni to'g'irlab charchaganimda dam olib yotibman. Qora ochganda chiqib turaman, uka. Jahongir deydi-da, Jahongir. Zo'rsan, Jahongirlardan yomon odam chiqmagan. Hozir baklashga olib keling.